Yana bir marta assalomu alaykum qadrli gulshaydonlari. Bugun ikkinchi videoyimni qilaman. Chunki boya mana shu Alokaziya varigat alokaziyani peresatga qilgan edik. Ikkita kursga ajratib. Tuprog'im biroz nam degandim, lekin namlik miqdori juda yetarli darajada emas ekan. O'shaning uchun ozgina antistress dorilar bilan va ildiz rivojlantiruvchi dorilar bilan hozir ozgina unaqa ko'p miqdorda emas, juda oz miqdorda sug'orib olamiz. Lekin unaqa nima deydi, ko'p suv quyib botqoq darajasiga yetkazmaymiz. Hop, biz bu reanimatsiya kokteylimiz uchun nimalarni qo'shamiz? Men asosan birinchi reanimatsiya uchun ildiz rivojlantiruvchi, keyin chirishga qarshi preparat, ildiz chirishiga qarshi va yana antistress, odatda monokaliy fosfatdan ham qo'shaman. Hop, bu meni aptechkam. Hozir ko'rsataman. Mana bu aptechkam, bunaqa aptechkadan yana bitta bor. Bu yerda har xil apparatlarim bor. Tuproq namligini, kislotaliligini va o'g'itma miqdorini o'lchab beradigan. Keyin bu apparat suvdagi eritmadagi, masalan, o'g'it tayyorlaysiz, o'sha eritmadagi tuzla miqdorini va suvdagi tuzla miqdorini o'lchab beradigan apparat. Mana bu yerda grammli tarozim bor. Bunda men o'g'itlarni grammlab o'lchab turib kokteyllar tayyorlayman. Bugun nima ishlatamiz? Bugun reanimatsiya kokteylimiz uchun bizga birinchi navbatda ildizni rivojlantiruvchi, ildiz o'sishiga yordam beruvchi preparatdan qo'shamiz. Men Radifex ishlatardim, Agrochem-nikini. Endi hozir yaqinda internetda mana shu preparatni ko'rib qoldim. Sprintalga. Buni tarkibida dengiz o'tlaridan olingan ildiz o'stiruvchi darmon va undan tashqari aminokislotalar bor ekan. Bu ildizni juda yaxshi rivojlantirib beradi. Radifarm yoki Radifexdan asosiy farqi, Radifarm bilan Radifex yon mayda ildizlarni rivojlantirsa, bu asosiy ildizni rivojlantiradi va oziqlantiradi. Hozir mana shundan foydalanyapman. Bunaqa idishga solib olganman, kichkina idishga, qulay bo'lishi uchun. O'zim bunaqa probniklarda oldim ishlatib ko'rish uchun, lekin natija yaxshi va men idishga solib oldim probniklarni. Endi xudo xolasa kattasidan olish niyatim bor. Xo'p, bundan 1 litr uchun Sprintalgadan 1 litr uchun 2 ml qo'shiladi. Men hozir 500 gram suv solib olganman idishimga. 500 gram suvga 1 ml Sprintalga aralashtiramiz. Shpressda o'lchab olamiz aniq bo'lishi uchun. Mana 1 ml tortib oldim. Suvimga qo'shaman. Qo'shdim suvga. Endi shpress ichida qolib ketgan dorisini yaxshilab yuvoramiz. Hop. Ana bo'ldi. Endi menda kokos tofu uchun bunaqa tayyor o'g'itlar kompleksi bor. Kerakli bo'lgan o'g'itlar kokteyl qilib solingan. Shuni hozir birinchi suvimizga qo'shamiz. Bundan 2 ml qo'shishim kerak 1 litr uchun. Men 500 gram suv solganim uchun ochilishi ham qiyin bo'lib ketdi. Mana 500 ml suv uchun 1 gram Simplex Coco A eritmasdan tortib oldim. Endi uni ham qo'shamiz suvimizga. Keyin qoshiqda yaxshilab aralashtiramiz. Keyin yana Simplex Coco B o'g'iti bor. Mana. Undan ham 1 ml tortib olamiz shpressga. Va suvga aralashtiramiz. Suvimizni yaxshilab aralashtirib olib, bunga xohlasanglar Maxim, xohlasanglar Fitosparing yoki Privikurga o'xshagan ildiz chirishini oldini oluvchi preparatlar qo'shsanglar bo'ladi. Men qo'shmadim, chunki menda Alokaziyamda ildizlar yaxshi rivojlanayotgan edi. Hech qanaqa chirish alomatlarini ko'rmadim.
keyingi suvlarga balki qo'sharman. Endi HB101 dan 2 tomchi qo'shib olamiz. 1 2. Endi buni aralashtirib yaxshilab mana bu sug'oradigan idishimizga quyib olamiz. Mana idishga ham quyib oldim. Endi sekin yangi persatga bo'lgan alokaziyalarimizni sug'oramiz. Ozginagina qo'yamiz. Juda botqoq bo'lib ketmasligi uchun. Shunchaki turfa sal yaxshiroq namlab bersa bo'ldi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, leykani uchi juda oz miqdorda chiqaradi suvi. Mana. Juda oz miqdorda qo'ydim, bilinar-bilinmas usti namlandi. Endi bu namlik turgan sari tagidagi torflarga tortiladi va namlik tagiga qarab ham tagiga o'tib boradi asta-sekin. Yuqoridagi torflar, seramiklar tagidagi gruntga ham asta-sekin namlikni o'tkazib beradi. Endi ikkinchisini ildiz reanimatsiya kokteylimiz bilan sug'orib chiqamiz. Ko'p quyib yubormaymiz. Yuqori qismini o'zi namlansa yetadi. Yuqoridagi namlik pastga o'zi asta-sekin o'tib boradi tepechkada. Pastigacha, teg qismigacha suv borguncha suv quyilmaydi. Faqat yuqorisini o'zi namlansa yetadi. Mana namlab oldim. Endi ikkalasini ham tepechkaga qo'ysak bo'ladi. Mana endi kubenniga navbat keldi. Mo'qa evitib qo'ydim boya suvga. Endi shuni suvni siqib tashlaymiz yaxshilab. Shunda siqqaninglarda suv qolmaydigan darajada bo'lishi kerak. Mana suvni siqib stakanchikka joylashtirib olamiz. Qanaqadir ichida musorlar bo'lsa olib tashlaylar. Bilmadim kimga qanaqa, lekin meni g'ashim keladi shu musorlarga. Darrov terib tashlayman mo'qa ichida. Xo'p, endi shu mo'qa ichiga kubenlarimizni joylashtiramiz. Bizning kubenlarning ildizi bor edi, o'shaning uchun oldin kubenlarni qo'yib turib, keyin ustidan mo'q qo'yamiz. Ildizlar to'liq o'ralishi uchun mana birinchi kuben. Uzungina 4 ta ildizi bor ekanmi? Yaxshilab ekib olmasak. Mana bu kubenning uchga qismi bor-ku. Mana shu qismi tepada bo'lishi kerak. Mana bu ildizdan o'zi fokus to'g'ri bo'lmayapti. Ildizdan uzilgan qismi pastki tarafda turadi. Uchki qismini tepaga qilib ustiga mo'q qo'yib chiqamiz. Ildizlar yopilishi kerak, lekin kubenning uchga qismi ochiq qolishi kerak. Ko'rinadigan bo'lsa, kubenning ustini ochiq qoldirishga harakat qilaman. Mana. Endi boyagi kokteylimizdan shu mo'qqa ozgina quyib olamiz. Qattiq siqib olganidek, umuman suvni qoldirmasdan maqsad mana shu kokteyldan ozgina quyish edi. Mo'qqa ozgina quyib, sal ho'lroq holatga keltirdik, biroz ho'lroq. Mana bo'ldi. Kubenning uchini ochib qo'yamiz. Ildizlarini o'zi yopilgani yetadi. Mana bo'ldi. Endi buni ustini strichda yopib yoki tepechkaga qo'yamiz konteyner ichiga. Qolgan kubenlarni ham, ya'ni ildizi bor kubenlarni ham xuddi shunaqa qilib ekib olamiz. Mana bu bitta hozir 2 tur 5 ta kuben bor mana. Bunasida 2 ta bor. Bunasida bitta bor. Bunasida 2 ta bor. Mana shu kubenlarni mo'qqa ekdim va boyagi kokteylimdan quyib oldim. Endi buni tepechkaga qo'yaman. Endi bitta kuben qoldi, 6-kuben. 6-kubenda ildiz yo'q edi. Ildiz yo'qligi uchun imamni mana boya ekayotganimda ildizdan hosil bo'layotgan kubenlarni baribir xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Kuben hosil bo'layotgan ildiz juda mo'rt bo'ladi. Qo'lim tegib ketdi va nima desa bo'ladi, sinib ketdi shu kuben hosil bo'layotgan ildizlar. Bulardan ham umid bor. Bular ham o'sishi mumkin. O'sha shu 3 ta endi kuben hosil bo'layotgan ildizga mana hali ildiz kubenga ildiz hosil qilmagan kubenni qo'shamiz va boyagi ozuqali
kokteylimizdan ozgina solamiz. Shunchaki sousnitsani tagini namlab tursa yetadi. Glubinlarni ko'mishi shart emas. Va og'zini yopib, buni ham lampani tagiga teplичкаga qo'yamiz. Endi rezultatlarni kutamiz.